Agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa, uni sotib olgan bo'lsangiz, meros orqali olgan bo'lsangiz, ipotekada to'layotgan bo'lsangiz yoki hatto hozircha hammasi joyida deb o'ylayotgan bo'lsangiz ham bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki bugun men sizga ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin keyin juda katta muammo, jarima, sud, qarindoshlar bilan nizo yoki mulkni sotishda to'siqqa aylanadigan masalani tushuntirib beraman. Men bu mavzuni oddiy tilda, huquqiy atamalarni imkon qadar sodda qilib tushuntiraman. Gap faqat kvartiram bor, demak xavotir yo'q degan masala emas. Kvartira hujjatlari, kadastr, ro'yxatdan o'tgan shaxslar, soliq, kommunal qarzlar, meros, ulush, nikohdagi mulk, ipoteka va noqonuniy qayta qurish kabi masalalar bor. Bularning bittasi xato bo'lsa, odam yillar davomida qiynalib yurishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va videoni yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onangiz, aka-ukangiz, opa-singlingiz yoki farzandingiz nomida uy bo'lsa, bu ma'lumot ularga ham kerak bo'ladi. Avvallari ko'pchilik kvartira masalasiga juda oddiy qarardi. Oldi sotdi shartnomasi bor, kadastr bor, kalit qo'limda bo'ldi deb o'ylardi. Ba'zan odamlar notariusdan o'tgan hujjatni olib qo'yishardi-yu, boshqa hech narsani tekshirmasdi. Kommunal qarz bormi? Uyda kimlar ro'yxatda turibdi? Kvartiraning rejasida o'zgarish bormi? Mulkka boshqa odam da'vo qila oladimi? Bular ko'p hollarda chetda qolardi. Hozir esa vaziyat ancha boshqacha. Davlat idoralari ma'lumotlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Kadastr, soliq, kommunal xizmatlar, sud qarorlari, taqiq va cheklovlar, meros ishlari. Ipoteka majburiyatlari bir-biriga bog'lanib boryapti. Bu yaxshi tomoni bilan mulk xavfsizligini oshiradi. Lekin yomon tomoni shundaki, avval yashirin yoki keyin hal qilamiz deb yurilgan muammolar endi birdan yuzaga chiqishi mumkin. Masalan, siz kvartirani 10 yil oldin olgansiz. O'sha paytda oshxona balkonga qo'shib yuborgansiz. Bitta devorni olib tashlagansiz yoki xonani kengaytirgansiz. O'sha paytda hech kim kelib so'ramagan bo'lishi mumkin. Lekin endi kvartirani sotmoqchi bo'lsangiz, kadastr rejasidagi holat bilan amaldagi holat mos kelmasa, xaridor kredit ola olmasligi, notariusda savdo to'xtashi yoki sizdan avval qonuniylashtirish talab qilinishi mumkin. Yana bir misol, kvartira sizning nomingizda, lekin unda sobiq turmush o'rtog'ingiz voyaga yetmagan bola, qarindosh yoki oldingi egasining oila a'zosi ro'yxatda qolib ketgan. Ko'pchilik mulk meniki-ku, xohlasam sotaman deydi. Ammo amalda ro'yxat masalasi savdoda, sudda va ko'chirish jarayonida juda katta muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa voyaga yetmagan bolalar yoki himoyaga muhtoj shaxslar bo'lsa, masala yanada murakkablashadi. Shuning uchun bugungi videoning asosiy fikri shunday. Kvartiraga ega bo'lish faqat kalitga ega bo'lish emas. Kvartiraning huquqiy, texnik va moliyaviy holatini doim nazorat qilish kerak. Aks holda mulkingiz bor bo'lsa ham, undan erkin foydalanish, sotish, garovga qo'yish yoki farzandlarga qoldirishda muammoga duch kelasiz. Endi kimlar ayniqsa hushyor bo'lish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda yaqinda kvartira sotib olganlar. Agar siz kvartirani oxirgi bir necha yil ichida olgan bo'lsangiz, hujjatlarni qayta tekshirib chiqing. Oldi sotdi shartnomasi, kadastr hujjati, mulk huquqi ro'yxatdan o'tganligi, kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlik yo'qligi, uyda ro'yxatda turgan shaxslar bor yo'qligini aniqlash kerak. Tasavvur qiling. Siz 30 million so'mga 2 xonali kvartira oldingiz. Sotuvchi hammasi toza qarz yo'q dedi. Siz ham ishonib shartnomani rasmiylashtirdingiz. Oradan 3 oy o'tdi, elektr tarmog'idan 4 million so'm, issiq suvdan 2 million so'm. Boshqaruv kompaniyasidan 3 million so'm eski qarz chiqdi. Albatta ayrim qarzlar shaxsga bog'liq, ayrimlari obyektga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda yangi egadan ham talab qilinadigan holatlar uchraydi. Yoki kamida siz vaqt asaba idoralar o'rtasida yugurishga majbur bo'lasiz. Shuning uchun sotib olishdan oldin har bir xizmat bo'yicha alohida ma'lumotnoma olish kerak. Ikkinchi toifa ipoteka asosida uy olganlar. Ipotekada kvartira sizning nomingizda bo'lishi mumkin, lekin u bank foydasiga garovda turadi. Bu nimani anglatadi? Siz kvartirani bank roziligisiz erkin sota olmaysiz, sovg'a qila olmaysiz. Ba'zi hollarda qayta rejalashtirish ham qila olmaysiz. Agar to'lovlarni kechiktirsangiz, jarima foizlari yig'iladi. Keyin sud jarayoni boshlanishi, oxir-oqibat uy majburiy tartibda sotuvga chiqarilishi mumkin. Masalan, bir odam oyga 5 million so'm ipoteka to'laydi. Ishidan ayrildi yoki daromadi kamaydi.
U birinchi oy to'lamadi. Ikkinchi oy keyingi oy yopaman dedi. Uchinchi oyga borib qarz 11 million emas, jarimalar bilan u 7-12 millionga chiqdi. Bank esa kutib o'tirmaydi. Shu sababli ipotekada eng xavfli xato muammoni yashirish. Agar daromad kamaygan bo'lsa, bankka yozma murojaat qilish, restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish yoki vaqtinchalik yengillik so'rash kerak. Uchinchi toifa meros orqali kvartira olganlar. Bu juda nozik masala. Ko'pchilik otam vafot etdi, uyda men yashayapman, demak uy meniki deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Meros qonuniy rasmiylashtirilishi kerak. Merosxo'rlar doirasi aniqlanadi. Notariusda meros ishi ochiladi. Muddatlarga rioya qilinadi. Keyin mulk huquqi ro'yxatdan o'tkaziladi. Agar boshqa merosxo'rlar bo'lsa, ular keyinroq da'vo bilan chiqishi mumkin. Masalan, ona vafot etdi. 3 farzand bor. Katta o'g'il onasi bilan yashagan. Kommunal to'lovlarni u to'lagan. U uy menga qoladi deb o'ylaydi. Lekin qonun bo'yicha boshqa farzandlarning ham ulushi bo'lishi mumkin. Agar ular notarial tartibda voz kechmagan bo'lsa yoki kelishuv qilinmagan bo'lsa. Kelajakda bu kvartirani sotishda katta muammo paydo bo'ladi. Hatto xaridor topilsa ham notarius meros masalasi to'liq hal qilinmaganini ko'rib, savdoni rasmiylashtirmasligi mumkin. 4-toifa. Nikoh davrida olingan kvartiraga ega bo'lganlar. Bu yerda eng keng tarqalgan xato shunday. Kvartira mening nomimda, demak faqat meniki. Agar kvartira nikoh davrida umumiy mablag' hisobidan olingan bo'lsa, ko'p holatlarda u xotinning umumiy mulki sifatida qaraladi. Hatto hujjatda faqat erning yoki faqat xotinning ismi yozilgan bo'lsa ham, ikkinchi tomonning huquqi bo'lishi mumkin. Hayotiy misol. Xotin 2010-yilda kvartira oldi. Hujjat nomida. 2024-yilda ular ajrashdi. Kvartirani sotmoqchi bo'ldi. Xaridor topildi, pul kelishildi, lekin sobiq xotin bu uy nikoh davrida olingan mening ulushim bor deb da'vo qildi. Natijada savdo to'xtadi. Ish sudga ketdi, xaridor ketdi, narx tushdi. Ikki tomon ham vaqt va pul yo'qotdi. Shuning uchun nikohdagi mulk masalasini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. 5-toifa kvartirasini ijaraga berayotganlar. Ijara ham oddiy kalitni berdim, oyga pul olaman degan ish emas. Agar shartnoma bo'lmasa, ijarachi pul bermasa, uyni buzsa, qo'shnilar bilan janjal qilsa yoki chiqmayman desa, sizda isbotlash qiyinlashadi dedi. Shartnomada ijara muddati, to'lov miqdori, kommunal to'lovlar kim zimmasida ekani, depozit ta'mirlash, muddatidan oldin chiqish shartlari aniq yozilishi kerak. Masalan, siz kvartirani oyiga 3 million so'mga berdingiz. Ijarachi 2 oy to'ladi, keyin to'lamay qo'ydi. Ichkarida mebel bor, maishiy texnika bor. Shartnoma yo'q. Siz chiqib ket deysiz. U men oldindan pul berganman deydi. Siz isbotlay olmaysiz. Agar shartnoma bo'lsa, to'lovlar bank orqali yoki tilxat bilan yuritilsa, vaziyat ancha oson hal bo'ladi. 6-toifa kvartirada qayta qurish qilganlar. Bu juda muhim. Ko'pchilik balkon yopadi, xonalarni birlashtiradi, devorni suradi, oshxonani boshqa joyga ko'chiradi, hammomni kengaytiradi. Lekin har bir o'zgarish ham mumkin emas. Ayniqsa ko'taruvchi devorlar, umumiy kommunikatsiyalar, ventilyatsiya, gaz quvurlari va qo'shnilarning xavfsizligiga ta'sir qiladigan ishlar juda xavfli. Agar noqonuniy qayta qurish aniqlansa, sizdan avvalgi holatga qaytarish, jarima to'lash yoki hujjatlarni qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Bu yerda sabab va oqibatni tushunish kerak. Davlat nega buni nazorat qiladi? Chunki ko'p qavatli uyda bitta xonadonning xatosi butun podest xavfsizligiga ta'sir qiladi. Bir odam ko'taruvchi devorni kesib tashlasa, ikkinchi odam ventilyatsiyani yopsa, uchinchi odam gaz quvurini o'zboshimchalik bilan o'zgartirsa, bu faqat uning muammosi bo'lib qolmaydi. Bu qo'shnilar hayoti, yong'in xavfsizligi va bino mustahkamligi masalasi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz kvartirani rasmiy tartibda olgan bo'lsangiz, kadastr hujjatlari yangilangan bo'lsa, qarzlar yo'q bo'lsa, uyda begona shaxslar ro'yxatda turmasa, nikoh va meros masalalari aniq bo'lsa, qayta qurish qilinmagan yoki qonuniylashtirilgan bo'lsa, sizda katta xavf bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir yilga kamida bir marta hujjatlaringizni tekshirib turishni tavsiya qilaman. Chunki muammo ko'pincha odam kutmagan joydan chiqadi. Endi eng ko'p uchraydigan istisnolar, tuzoqlar va ko'zga ko'rinmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala kvartirada ro'yxatda turgan, lekin aslida yashamaydigan odamlar. Ba'zan sotuvchi u odam chet elda, muammo bo'lmaydi deydi. Lekin hujjatda u ro'yxatda turgan bo'lsa, keyin u qaytib kelib
yashash huquqini talab qilishi mumkin. Har bir vaziyat alohida baholanadi. Lekin xaridor sifatida siz bunday xavfni oldindan ko'rishingiz kerak. Ikkinchi masala voyaga yetmagan bolalar. Agar kvartira bilan bog'liq operatsiyada bolaning huquqi bo'lsa, bu juda ehtiyotkorlik bilan ko'riladi. Bolani ro'yxatdan chiqarish, uning ulushi bor bo'lsa sotish, boshqa uyga ko'chirish masalalarida vasiylik organlari, ota-ona roziligi va bolaning manfaatlari muhim bo'ladi. Hamma rozi degan og'zaki gap yetarli emas, hujjat kerak. Uchinchi tuzoq, ishonchnoma orqali sotilayotgan kvartira. Ishonchnoma o'zi yomon narsa emas, lekin xaridor sifatida siz juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ishonchnoma haqiqiy bekor qilinmaganmi? Vakolat muddati tugamaganmi? Unda aynan sotish huquqi yozilganmi? Pul olish huquqi bormi? Bular tekshirilishi shart. Agar mulk egasi chet elda bo'lsa yoki yoshi katta bo'lsa. Keyin men bunday savdoga rozi emas edim degan da'vo chiqmasligi uchun barcha hujjatlar juda puxta bo'lishi kerak. 4-chi nozik jihat narxni shartnomada past ko'rsatish. Ba'zi odamlar soliq yoki boshqa xarajatdan qochish uchun shartnomada haqiqiy narxni emas, pastroq summani yozadi. Masalan, kvartira 800 million so'mga sotiladi, lekin shartnomada 400 million ko'rsatiladi. Bu juda xavfli. Agar keyin savdo bekor bo'lsa yoki nizoga aylansa, hujjatda ko'rsatilgan summa asos qilib olinishi mumkin. Siz esa qolgan pulni berganingizni isbotlashga qiynalasiz. 5-masala eski qarzlar va majburiyatlar. Kommunal xizmatlar bo'yicha qarzlardan tashqari kvartiraga nisbatan sud taqiqi, ijro hujjati, bank garovi, aliment yoki boshqa qarzlar bilan bog'liq cheklovlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat sotuvchining gapiga ishonib bo'lmaydi. Rasmiy tekshiruv qilish kerak. Notarius ko'p narsani tekshiradi, lekin siz ham oldindan tayyor bo'lsangiz, o'zingizni himoya qilasiz. 6-nozik masala ulushli mulk. Kvartira bir necha kishiga tegishli bo'lsa, har bir ulush egasining huquqi bor. Bir kishi o'z ulushini sotmoqchi bo'lsa, boshqa ulush egalarining imtiyozli sotib olish huquqi bo'lishi mumkin. Masalan, kvartiraning yarmi akaga, yarmi ukaga tegishli. Aka o'z ulushini begona odamga sotmoqchi. Uka bundan xabardor qilinmagan bo'lsa, keyin bu savdoga e'tiroz bildirishi mumkin. Shuning uchun ulushli mulkda har bir qadam hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 7-masala hadya qilingan kvartira. Ota-ona farzandiga kvartirani hadya qiladi. Hamma xursand, lekin keyin oilada kelishmovchilik chiqadi. Ba'zi hollarda hadya shartnomasi bo'yicha nizolar kelib chiqishi mumkin. Ayniqsa hadya qiluvchi odam bosim ostida imzo qo'yganini, aldanganini yoki o'z harakatining oqibatini tushunmaganini aytsa, ish sudga borishi mumkin. Shuning uchun yosh katta odamlar bilan bog'liq mulk bitimlarida tibbiy holat. Rozilik va tushuntirishlar masalasi juda muhim. 8-nozik jihat soliq masalasi. Kvartirani sotganingizda yoki ijaraga berganingizda soliq majburiyatlari bo'lishi mumkin. Bu yerda muddat, narx, daromad turi, hujjatlar va amaldagi qoidalar ahamiyatga ega. Men har doim tavsiya qilaman. Katta bitim oldidan soliq maslahatchisi yoki mutaxassisdan aniq hisob-kitob oling, chunki odamlar ko'pincha bilmadim deydi. Lekin soliq organlari uchun bilmaslik har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. 9-masala qo'shnilar bilan bog'liq muammolar. Siz kvartira olasiz, hujjatlar joyida, narxi yaxshi, lekin keyin bilasizki, yuqoridagi qo'shni doim suv oqizadi, pastdagi qo'shni sutlashib yuradi. Podyezdda boshqaruv bilan nizo bor, tomdan suv o'tadi yoki uy kapital ta'mir talab qiladi. Bu huquqiy hujjatda ko'rinmasligi mumkin, lekin yashash sifati va kelajakdagi xarajatlarga ta'sir qiladi. Shuning uchun kvartirani faqat kunduzi emas, kechqurun ham ko'ring, qo'shnilardan so'rang, podyezd, tom, yerto'la, lift, elektr shit va suv quvurlariga e'tibor bering. 10-nozik jihat arzon ekan, tez olaylik degan shoshilish. Mulk bozorida juda arzon narx ko'pincha sabab bilan bo'ladi. Albatta ba'zida odamga pul zudlik bilan kerak bo'ladi, lekin ba'zida arzonlik o'rtada sud, qarz, meros nizosi, hujjatdagi xato, noqonuniy qurilish yoki yashirin muammo turadi. Agar bozor narxi 900 million bo'lgan kvartira 7 millionga taklif qilinsa, bu avtomatik yomon degani emas. Lekin avtomatik tekshiruvni kuchaytirish kerak degani. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, o'z hujjatlaringizni yig'ing. Sizda oldi sotdi, hadya, meros yoki boshqa asosiy hujjat bo'lishi kerak. Kadastr hujjati bo'lishi kerak. Agar ipoteka bo'lsa, bank shartnomasi va garov hujjatlari bo'lishi kerak. Agar nikoh davrida olingan bo'lsa,
nikoh guvohnomasi. Ajrashgan bo'lsangiz, ajrim hujjatlari va mulk taqsimoti bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Kvartira maydoni, xonalar soni, joylashuv, reja va amaldagi holat mos keladimi? Shuni ko'ring. Agar siz davr buzgan, balkon qo'shgan, oshxona yoki hammom joyini o'zgartirgan bo'lsangiz, mutaxassis bilan maslahat qiling. Buni yashirib yurish yaxshi yechim emas. Ertaga sotmoqchi bo'lganingizda muammo kattalashadi. Uchinchi qadam, ro'yxatda turgan shaxslarni aniqlang. Mahalla migratsiya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali amaldagi tartib bo'yicha ma'lumot oling. Kvartirada faqat siz va oilangiz ro'yxatda turibdimi? Oldingi egadan kimdir qolib ketmaganmi? Voyaga yetmagan bola sobiq turmush o'rtog'i yoki uzoqdagi qarindosh ro'yxatda emasmi? Bu savollarga taxminan emas, hujjat bilan javob bo'lishi kerak. 4-qadam, kommunal va majburiy to'lovlarni tekshiring. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, isitish, chiqindi boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat. Internet va boshqa xizmatlar bo'yicha qarz yo'qligini aniqlang. Agar kvartirani sotib olayotgan bo'lsangiz, savdodan oldin sotuvchidan barcha to'lovlar bo'yicha ma'lumotnoma yoki kamida to'lov holatini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rang. Pulni to'liq berishdan oldin bularni ko'rish kerak. 5-qadam, taqiq va garovlarni tekshiring. Kvartir bank garovida emasmi? Sud taqiqi qo'yilmaganmi? Ijro organlari tomonidan cheklov yo'qmi? Buni notarius orqali va tegishli rasmiy manbalar orqali tekshirish zarur. Agar mulk garovda bo'lsa, savdo faqat belgilangan tartibda. Bank roziligi va qarzni yopish mexanizmi aniq bo'lganda amalga oshirilishi kerak. 6-qadam, agar meros masalasi bo'lsa, notariusga boring. Uyda men yashayapman degan gap yetarli emas. Meros ishi ochilganmi? Barcha merosxo'rlar aniqlanganmi? Kimdir voz kechganmi? Muddatlar o'tib ketmaganmi? Bularni tekshiring. Agar muddat o'tgan bo'lsa ham ayrim holatlarda sud orqali tiklash yoki mulk huquqini tan olish masalalari ko'rilishi mumkin. Buni cho'zmaslik kerak. 7-qadam, nikohdagi mulk bo'yicha aniqlik kiriting. Agar kvartira nikoh davrida olingan bo'lsa, er yoki xotinning roziligi talab qilinishi mumkin bo'lgan holatlarni oldindan biling. Ajrashgan bo'lsangiz, mulk taqsimoti qilinganmi? Sud qarori bormi? Kelishuv bormi? Shuni tekshiring. Biz og'zaki kelishganmiz degan gap katta bitimda juda zaif himoya hisoblanadi. 8-qadam, ijaraga berayotgan bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Shartnomada pasport ma'lumotlari, muddat, to'lov sanasi, kommunal to'lovlar, depozit, uy jihozlari ro'yxati, zarar yetkazilsa qoplash tartibi va chiqish shartlari yozilsin. Uy jihozlarini rasmga olib qo'ying. To'lovlarni imkon qadar bank orqali qabul qiling yoki yozma tilxat qiling. Bu sizni ham ijarachini ham himoya qiladi. 9-qadam, katta bitimda mustaqil mutaxassis yollang. Ko'pchilik 100 million yoki 1 milliard so'mlik kvartira olayotganda 2 million so'mlik tekshiruvga pul ayaydi. Bu noto'g'ri. Yurist, realtor, kadastr mutaxassis yoki baholovchi xizmatiga ehtiyoj bo'lsa, undan foydalaning. Chunki bitta xato keyin o'nlab million so'm zarar keltirishi mumkin. 10-qadam, hamma kelishuvni yozma qiling. Pul berilsa tilxat bo'lsin, avans berilsa shartnoma bo'lsin, muddat kelishilsa yozilsin, mebel qolsa ro'yxat qilinsin. Telefon orqali aytilgan gap messenjerda yozilgan xabar ba'zan yordam beradi. Lekin eng kuchli himoya to'g'ri rasmiylashtirilgan hujjat. Agar siz hozir kvartira sotmoqchi bo'lsangiz, oldindan tayyorlaning. Kadastrni yangilang, qarzlarni yoping, ro'yxat masalasini hal qiling. Barcha hujjatlarni bitta papkaga joylang. Shunda xaridor sizga ko'proq ishonadi, savdo tezroq bo'ladi va narxni tushirishga majbur bo'lmaysiz. Agar siz kvartira olmoqchi bo'lsangiz, shoshilmang. Avval hujjat, keyin pul. Avval tekshiruv, keyin kelishuv. Avval xavfsizlik, keyin kalit. Mulk bozorida eng qimmat xato ish o'yin hujjat o'rniga qo'yish. Men hech qachon hamma yomon niyatli demayman. Lekin yaxshi odamning ham hujjatida xato bo'lishi mumkin. Siz esa keyin o'sha xatoning oqibatini ko'tarasiz. Agar sizning kvartirangizda allaqachon muammo bo'lsa, vahimaga tushmang. Eng yomon yo'l hech narsa qilmaslik. Qaysi muammo borligini aniqlang. Kadastrmi, merosmi, ro'yxatmi, qarzmi, sudmi, ipotekami yoki nikohdagi ulushmi? Keyin tegishli idoraga murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi, notarius, bank, kommunal tashkilotlar, soliq organi, kadastr idorasi, mahalla yoki sud, har bir masalaning o'z yo'li bor. Muhimi muammoni og'zaki emas, yozma murojaat bilan boshlang.
Ariza topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat yoki raqamni oling. Yana bir maslahat. Hujjatlarning nusxasini raqamli shaklda saqlang. Telefoningizda emas, xavfsiz bulut xotirada yoki alohida fleshkada. Pasport, kadastr shartnoma, to'lov kvitantsiyalari, bank hujjatlari, notarial roziliklar, sud qarorlari, bularning skan nusxalari kerak bo'lib qolishi mumkin. Asl hujjatlarni esanamlikdan, yong'indan va yo'qolishdan himoyalangan joyda saqlang. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Kvartiraga ega bo'lish katta ne'mat, lekin u katta mas'uliyat hamdir. Hujjat toza bo'lsa, qarz bo'lmasa, ro'yxat masalasi aniq bo'lsa, kadastr mos bo'lsa, meros va nikohdagi huquqlar tartibga solingan bo'lsa, sizning mulkingiz ancha xavfsiz bo'ladi. Aksincha, keyin ko'ramiz deb yurilgan har bir mayda xato keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Bugun 1 soat vaqt ajratib tekshirgan hujjatingiz ertaga sizni suddan, jarimadan, pul yo'qotishdan yoki oilaviy nizodan saqlab qolishi mumkin. Agar sizda kvartira bo'lsa, bugunoq hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Agar kvartira olmoqchi bo'lsangiz, hech qachon shoshilmang. Agar sotmoqchi bo'lsangiz, oldindan tartibga keltiring. Agar muammo bo'lsa, uni yashirmang, rasmiy yo'l bilan hal qilishni boshlang. Kommentariyada yozing. Sizning kvartira hujjatlaringiz to'liq tartibdami yoki hali tekshiradigan joylaringiz bormi? Agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va videoning kvartirasi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir kun kelib kimningdir uyini, pulini va asabini saqlab qolishi mumkin.